Yana bir bor barchaga assalomu alaykum. Demak, birinchi o'rinda biz Bitcoinni grafikidan boshlasak, bizda bugun turli xil grafiklar analizlari o'tkaziladi. O'zi oxirgi efir qilganimizga bir yarim oydan oshibdi. Eng qiziqarli faktlardan biri Bitcoin narxi, demak, ko'rayotganimizdek, bir necha oydan beri tushyapti. Yaqinda, ya'ni Bitcoin narxi faqat tushish tendensiyasida demak 8 oymi bo'lib qolyapti. Agar iyun oyi narxi tushsa, mana shuni yopilsa, xo'p, yangi time frame boshlandi. Meni o'zim analizim qanday? Avvalambor biz biroz obyektiv qarashimiz uchun, biroz chuqurroq tahlil qilishimiz uchun Bitcoin narxini oltinga nisbatan grafikini ko'rishimiz kerak, solishtirishimiz kerak. Ya'ni bu Fed va boshqalar ta'kidlagan Bitcoin raqamli oltin degan tushunchaga ko'ra analiz o'tkaziladi. Demak, bu yerda biz ko'rayotgan narsa Bitcoin narxi allaqachon oltinga nisbatan 70% tushib bo'ldi va hozirgi narxi ham 2023-yilgi narxlarda turibdi. Ya'ni Bitcoin narxi bunda $30,000 atrofida bo'lgan edi. Siz aytishingiz mumkin, bu grafik hech qanday hech qanday narxni ko'rsatmaydi. Ya'ni biz dollarga nisbatan ishlashimiz kerak. Oltin narxi o'zida yana tushaveradi deyishingiz mumkin. Lekin Bitcoinda faqatgina oltinga raqamli oltin deb, oltin bilan deyarli bir xil o'sganligi uchun ko'pchilik sotib olishadi, invest aktiv sifatida ko'rishadi. Agar Bitcoin mana shu statusda yo'qotib qo'ysa, ya'ni altcoinlarga o'xshab oltinga bog'lanmay qo'ysa, bu invest aktiv hisoblanmaydi, balki buni уже boshqa mantiqqa bog'lashga to'g'ri keladi. Va hozirgi Bitcoin holati demak mana shu atrofda turibdi 2023-yilgi narxlarda. Shu mantiqdan kelib chiqib, Bitcoin narxini demak bir yo'la oltinda o'ziga solishtiradigan bo'lsak, demak, oltin narxi o'sgan davrlarda asosan Bitcoin narxi tushgan. Va mana bu joyda ham ko'ryapmiz. Oxirgi 2-3 oyda esa oltin narxi stagnatsiyada turibdi yoki koreksiya niqasida davom etyapti. Bitcoin narxida biroz barqarorlashish bor. Men ancha past narxlarga tushishini analiz qila olmayman, chunki meni o'zim analizim mana shu ranjda saqlash mantig'i ustiga qurilgan. Agar dollar olib ko'rsatadigan biz oylik va haftalik maksimum, ya'ni xonasidan tushishligimiz kerak. Eng oddiy ko'raylik va liqiga tushim, bundan pastga tushishni pastga tushadigan bo'lsa, bu anchagina to'g'ri. Bu raqamli oltin aslida yoki sarmoyalarda balak qo'yadi. Bir tomondan bu bosim ham bo'ladi. Hozirgi Bitcoin narxi tushishini har qanday iqtisodiy aktivlik, geosiyosiy muammolar va inflyatsiya muammosi bilan birga bir qiladigan bo'lsak, eng oxirgi asos bu oltinga nisbatan ushlanib turishi bo'lsa, agar oltinga nisbatan ham ushlanmay qo'ysa, unda altcoindan farqisi qolmaydi.
Shuning uchun men bu rangedan pastiga tushishini to'g'risi hali tasavvur qilmadim. Ya'ni hozirgi narx tushishini men oldinroq merchga ham yozgan edim. Hozir oltinni o'chiraveramiz. O'zimizni qisqa muddatli analizlarimizga qaytadigan bo'lsak, esinglarda bo'lsa, kanalda jonli live qilganimiz yo'q, signal qilib tashlanganida Bitcoin narxida mana bu joyga o'sishini analiz qilgan edim va muvaffaqiyatli yopilgan edi. Undan keyin jamoada live qilib Bitcoin narxi mana shu o'sish potensiali shu yergacha bo'lishi mumkin va tushishi mumkin deb tahlil qilingan edi. Sizlar uchun juda ham yaxshi tajriba bo'ladi. Bu bitimda asosi, ya'ni bu signalda asosi mana bu RSI degan indikatorga asoslangan edi. Ya'ni mana bu joyda divergensiya bor edi, ana shunga asoslanib, demak, analiz qilingan edi. Lekin ishlamadi indikator. Shuni hisobga olinglar va Bitcoin narxi yana ham pastroq tushib ketdi. O'zi stop yegandan keyin 3% stop ekan, undan keyin bo'ldi, o'sha biz pastroqdan qarashni boshladik. Xo'p. Ya'ni fikrlarimni aniq qilib, qisqartirib aytadigan bo'lsam, Bitcoin narxini, ya'ni hozirgi narxidan biroz mana shunday o'sib turib, mana shu likvidni yechib, va farqi yo'q, ya'ni $61,000 $59,000 ana shu yerga chiqib, keyin mana shunday holatda kutaman. To'g'ri, bu riskli holat, chunki mana bu tushishida yoki mana bu o'sishida siz foydani vaqtida olib chiqib keta olmasligingiz mumkin, yoki siz olgan altcoin o'smasligi mumkin. Shuning uchun tavsiyam qandaydir bir kichikroq kapital bilan riskga rozi bo'lib kirsangiz bo'ladi. Misol, men o'zimda algo strategiyalar yoqilgan SBAR API3 degan tokenlarga, ularda biroz haligi sun'iy pump bo'lish ehtimoli bilan yoqib qo'yganman. Xohlasanglar sizlar ham ana shu tokenlarga kichikroq kapital kirgizishingiz mumkin. Agar aniq bir signallar bo'lsa, merchga yuboriladi. Oxirgi marta hozir men sizlarga o'zingizlarga ko'rsatib o'taman. Merchda qanday yangiliklar bo'lganini. Demak, oxirgi marta merchda BTC bo'yicha qisqa muddatli analiz, ya'ni divergensiyaga asoslangan analiz aktual emas. APT bo'yicha biz bitimni yopgan edik, zararsiz narxga va oy oxirigacha bozorda o'sish kuzatilmasligini ogohlantirgan edik. Xullas, merchda hozir bir qator ko'rsatib o'taman. Qayerda edi? Mana bunday statistika turibdi oxirgi
haftada yoki shu may oyiga statistika. Orada mana bu research berilgan. Iris bo'yicha ko'rayotganinglarda cheklanib aytilgan. Janubiy Koreya birshalariga listing bo'lish natijasida to'liq hamma o'sha 150% atrofidagi anaqani olgan. Take profitda. Xo'p, endi davom ettiradigan bo'lsak, Ethereum USDT ga kelsak, Ethereum USDT da ham deyarli bir xil holat bo'lgan. Bitcoin bilan Ethereumda analiz o'tkazilganida ko'rayotganinglarda Ethereumda likvidliklar yechilmadi va Bitmain qancha 8 milliard dollar zararda deb eshitdim. Ya'ni Bitmain bu Ethereum xuddi strategik kompaniyasi 800 mingta Bitcoin ishlayotgan bo'lsa, Bitmain Ethereum uchun strategik kompaniyasi. Ya'ni zaxirasiga har oy Ethereum sotib oladigan kompaniya. Xullas milliard zararda. Bitcoin narxi tushadigan bo'lsa, ana shunda ham ana shu likvid yechilishi Ethereumga juda ham yaqin ekan. Ba'zi traderlar so'rashganida, ya'ni Ethereum mana shu narxlardan ham pastroq ketishi mumkinmi? 1300 dollar atrofi, ya'ni bundan ham pastroq. Bu narsa bo'lishligi mumkin. Hozircha, ya'ni men u narsaga diqqat e'tiborimni ajratmagan edim, chunki ya'ni menga asosan strukturani ichida savdo qilish qiziqroq. Mana bunday holat bo'lsa, ya'ni meni kutumim shunday, likvidni yechib strukturaga qaytishi to'g'ri bo'lishi mumkin. Misol, men hisobga olmayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni Ethereumda 1300 pastiga tushib ketsa, unda определенный FOMO bo'ladi, fut bo'ladi, ya'ni bozorga nisbatan ko'pchilikda juda ham katta vahima bo'ladi. Bu biroz nima deydi, Ethereumda o'ziga nisbatan ishonchni deymizmi yoki potensiali nima qisqarishiga ham sabab bo'ladi deb o'ylayman. Chunki ya'ni yuqori riskli aktiv degan statusga kiradida, tushgani sari demak tepaga o'sib olti ham high qilishiga ehtimollar pasayadi. Bo'lishligi mumkin, ya'ni bitta hamda yirik kapital egasi sotib olib, milliard qilib, keyin o'stirishi mumkin deb aytishingiz ham mumkin. Qisman haq, lekin biz buni bilganimiz bilan, ya'ni uzoq muddatli potensialini anglatmaydi. Bu qisqa muddatda bo'lib o'tishligi mumkin xolos. Ya'ni narxi ham uzoqqa bormasligi mumkin. Chunki bozor kapitallashuviga e'tibor bersangiz, 500-400 milliard dollar atrofida. Endi hozircha o'sish potensialini ham shu strukturani ichida. Ya'ni bu yer Ethereumda katta yangilik yo'q. Hozircha ikkalasini ham likvidlik yechilsa, keyin kanalda chiroyli qilib analiz beriladi. O'sha risklari cheklangan, bozorga ishonch bilan kiramiz. Xo'p, XRP ni holati biroz qiziq, chunki XRP ni ostki likvidliklar yechilgan, zo'r bo'lardi agar mana shuni naqasiga qaytib qolsa, ertayiniga. Ko'rayotganinglarda potensiali 1.68 belgilangan. Ana shu joylargacha o'sishini kutardim. Faqat mana shuni yutib yuborishligi kerak, oxirgi qizil shamni yutib yuborsa, XRP da kayfiyat ancha yaxshi bo'ladi. Xuddi Near, Toncoin bozorga qarshi ketayotgani kabi, XRP yana bir ikkitasida ana shunday kayfiyat kuzatilishi mumkin. APT da demak zararsiz narxga yopilgan bitim.
Demak, bu yerda holat o'zgarmagan. Ya'ni biz mana bu belgilagan qo'llovchi zonamiz ichida turibdi. Agar mana shu qo'llovchi zonani ostiga tushsa, keyin APT bo'yicha analiz ishlamadi deb xabar berishga to'g'ri keladi. Hozircha shu. Bu signal emas, bu analiz emas, bor yo'g'i holat o'zgargani yo'q. Yana bu oyda eng kamida shu haftasini o'tkazib olishimiz kerak. Bir 10lariga kelib, keyin bozorda biroz tinchlanishi mumkin bozor. Xo'p, bir qator yangiliklarga qarab o'tamiz. Chunki ko'p loyihalar, platformalar yopilib ketyapti. Birinchi eng muhim yangilik bu Binance NFT platformasi 3-iyulda yopiladi. Bir oydan keyin Binance NFT, ya'ni Binance hamyonida yoki Binance NFT akkauntingizda aktivingiz bo'lsa, olib chiqib ketishingiz kerak, chunki bu yopilib ketadi. Keyinchalik nedostupni bo'ladi. Demak, kredit beradigan DeFi loyihasi hisoblangan Radiant o'zini faoliyatini to'xtatdi. Keyin Edge token 70% ga qulab ketdi, TSR degan token 99% ga quladi. Asosiy sababi kiberhujum natijasida tokenlar bosib chiqarildi va sotildi. Eng obro'liroq bo'lganlaridan Zeta Chain loyihasi esinglarda bo'lsa 2024-yili oktyabrdami yo noyabrdami shu tokenni bir tavsiya qilgan edim. Unchalik o'smagan edi, lekin shu token hozirgacha bor ekan. Cross chain infrastruktura yo'nalishidan o'zini faoliyatini to'xtatib, maxfiylikka asoslangan sun'iy intellekt texnologiyalari tomoniga o'zgartirar ekan. Eng asosiy yangiliklardan biri bu Buyuk Britaniya FTX birjasiga qarshi sanksiyalar joriy qilgani bo'ldi. Endi agar siz FTX birjasidan foydalanayotgan bo'lsangiz, Max, OKX va Binance birjalariga aktiv o'tkaza olmaysiz. Ehtiyot bo'ling. Ko'p savollar kelishligi mumkin, aktivingizni qaytarib FTX ga aniq borishi mumkin yoki источник средств, ya'ni pul qayerdan pul topganingizni hujjatlarini so'rashligi mumkin. Ya'ni qanaqadir Rossiyaning servislariga bog'liq bo'lmasangiz qaytarib yuborishadi yoki sotishga imkoniyat berishadi. Agar Samsung qanaqadir Garantex-mi, Greenex-mi degan birjalar bor edi-ku, xullas umuman Rossiyaga bog'liq birjalardan, platformalardan foydalanmang. Kripto platformalardan bo'lsa ham. Qo'shimcha AQSh Eronga aloqador deb topgan Bitpin, Ramzinex, Walex platformalari va Eronda Nobitex degan kripto birjasiga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Eronga ham bog'liq bo'lgan kripto platformalardan uzoqroq yuring. Kanalda aytganimdek, iyun oyini eng asosiy yangiliklardan biri bu Toncoin umuman taktugi bilan yo'qolib ketishi. Lekin siz Toncoin aktivingiz bo'lsa, siz hech narsa qilishingiz shart emas. Hamyoningizda turgan Toncoin 3 haftalardan keyin Gram degan nomga o'zgarishligi mumkin. Pavel Durov, Telegram asoschisi, Toncoin'da eski imejidan xalos bo'lish uchun Toncoin jamoasini tarqatib yubordi. Asoschisini, ya'ni asoschisi emas, CEOsini lavozimidan bo'shatdi va bugun Tonda Gramga o'zgartirishini ovoziga qo'ydi. Juda ham mantiqli, ya'ni Telegram o'sha bitta kriptovalyutani nomi turgan bo'ladi. Ya'ni odamlar orientirni yaxshiroq olishadi, chunki
men Toncoin'ni yomon ko'rgan tomonim o'zini layer 1lar atrofida qayerdadir konkurentmiz deb o'ylashgan edi. Lekin aslida unday emas. Ya'ni Toncoin layer 1lar orasida emas, balki Telegram imidji uchun Toncoin'ligini hech aytib o'tmagan edi. Pavel Durov gramga o'zgartirishi bilan buni ko'rsatyapti. Xo'p, ko'rganinglardek, may oyida kimdir Garvard universitetida o'qigan bo'lsa, izoh qismiga yozib qo'ysin. O'zingizlar manbasini tekshirdinglarmi? Garvard universiteti bergan hisobotiga ko'ra, fondi o'tgan yili sotib olgan BTC aktivlarini, ya'ni BTC ETF aktivlarini kamaytirib va FETF'larini to'liq sotish bilan $100 million atrofida zararini yechib oldi. Garvard, Multicoin Capital va bir nechta fondlar hozir agar aktivdan foydasi yo'q bo'lsa, zararlarini yechib olishyapti. Bir necha million dollar deysizmi, nechadir foiz deysizmi, 20%mi, 40%mi zararni yechib olishyapti. Chunki ma'lum bir mantiqdan uzoqlashdi kriptovalyuta bozori. Hozir biz buni yana bir marotaba ko'rib o'tamiz grafikda. Ko'p aksar kripto platformalar bugungi bozor sharoitini ko'tarisha olmayotgani, yopilib ketayotgani bu shuni ko'rsatyaptiki, bizga hozir har qanday bozorda bu darajadan ko'ra pastroqga tushishi, kimdir misol qanaqadir katta qulash bo'lishini aytganida, ana shunday qulash bo'lsa, umuman absolyut bozor yo'qolib ketishini anglatadi. Hozirgi holatida ko'p platformalar chidab turisha olmayapti. Hozirgi holatida bozorda sharoiti juda ham yomon. Ya'ni mana bu holatni ko'rganinglarda Total 3S grafikida bu hech narsa bo'lmayotgani ko'rinishligi mumkin, lekin bu yerda o'nlab kripto platformalar, tokenlar skam bo'lib ketyapti, yopilib ketyapti, daromad qilisha olmayapti. Bu shuningdek uzoq muddatga invest qilish kayfiyatidan qaytarishi mumkin. Ya'ni hozir hech qanaqa bir uzoq muddatga yoki umuman risk yo'q deb turib kriptoga sarmoya kiritish to'g'ri g'oya emas, yaxshi g'oya emas. Chunki agar Bitcoin'da o'zini olib qarasak ham kimdir 30-40 ming dollardan kutayotganini ko'rasiz. Ya'ni neopределенность hozir juda ham katta. Multicoin Capital ham asoschisining gapiga ko'ra, Web 3 o'ldi. Biz saqlab qolishimiz kerak bo'lgan yo'nalishlar bu DeFi bilan depin dedi. Haqiqatan ham demak Web 3 da juda ko'p haklar bo'layotganini ko'ryapmiz. Ayniqsa Claude Matas previewsini chiqarganidan keyin hammasi boshlandi. Ya'ni o'zi juda ham ko'p platformalar hak qilinishini oldini olib, ular chiqarmaymiz deyishgan edi, to'liq versiyasini. Faqat previewsini chiqaramiz deyishgan edi. Lekin shunga to'g'ri keldi. Ya'ni hozir juda ham har hafta deyarli davlatda qanaqadir gosusligilaridan boshlab kripto platformalargacha, to'lov tizimlarigacha har hafta kiberhujumlar uyushtirilyapti va 70% holatda muvaffaqiyatli tugayapti. Ya'ni qanchadir kapital o'g'irlashyapti. Shundan kelib chiqib, hozirgi bozor sharoitini juda ham qattiq, juda ham ayiq bozorini piki va ya'ni bu yerda dash invest qilishga ham hozir hech kim aniq qilmoqchi emasman, targ'ib qilmoqchi emasman. Plus mana shu joyda
mana bu ko'k blok turibdi-ku, ana shuni ustiga chiqib olishini kutishlik kerak. Ya'ni bozorda hozirgi umuman olganda, demak bu oxirgi qo'llab-quvvatlovchi zonasi. Lekin shu bilan birga invest qilish degan aktivlar yo'q. Hozir har bitta odam o'ziga javob berib, o'zi talagan kimgadir misol qilishligim kimgadir Bitcoin aytaylik, boshqa blockchain loyihalar riskli. Yana bitta o'zim olsam aytib o'tmoqchiman. Shuncha vaqtdan beri bir narsani biladim. Kriptovalyuta borida kiritayotganimizda asosiy o'ylagan narsamiz, men o'zimni bu to'lov tarmog'ini ya'ni ular infrastrukturasiga sarmoya kiritib kelgan va sizlar ham ba'zilar sarmoya kiritishlar kerak. Lekin bozorda, ya'ni bozor shu darajaga struktura ularni har bir kirishingiz mumkin, ya'ni joizligi bo'yicha. Bizda asosan shular infrastrukturasi va bularni to'g'rilardan ishlanishi uchun nisbatan ishonib qolmadi. Shundan kelib hozir ishlam bu o'zimizda ma'lum bir nima deydi, hozircha mantiq yo'q. Ya'ni kriptovalyuta bozorida hozir hech qanday mantiq va asos ishlab bermasligi mumkin. Chunki likvidlik sharoitlari hozir juda ham qattiq, deyarli yangi kapital kirmayapti. Agar Bitcoin ETF, Ethereum ETF ga e'tibor bergan bo'lsalar, so'nggi 2 haftada kriptovalyuta bozoriga, ya'ni kriptovalyuta bozoridan 4,5 milliard dollar atrofida kapital chiqib ketdi. Hech qanday sarmoyalar kiritilmadi, teskarisiga chiqib ketdi. Zararda deymizmi, foydada deymizmi, bilmaymiz. Qarochi chiqib ketdi hozirgi bozor sharoitiga chidolmasdan. Va bu yaqin orada yaxshilanib ketadi deb ham hech kim kafolat bera olmaydi. Hech kim bunday ayta olmaydi. Shuning uchun shuni hisobga oling va hamma kapital bilan all in risk qilishda emas, balki ehtiyotkorlik bilan, men ehtiyotkorlik bilan invest qilishda ham ayta olmayman. Chunki men o'zimga juda qattiq ta'sir qilgani bu Binance bilan MEX birjalari 7000 dan ortiq Amerika aksiyalarini o'zlarining birjalariga, o'zlarining interfeyslariga integratsiya qilgani bo'ldi. U aksiyalar tokenlashtirilmagan, ya'ni biz RWA haqida, Real World Asset haqida qancha ko'p gapirmaylik, lekin bunga ehtiyoj katta emasligini tushundik. Shunday oldi integratsiya qildi. Hozir Binance birjasidan yuboy aksiyani olishingiz mumkin. Agar hozir kimdadir ochilgan bo'lsa, skrin tashab qo'ysalar zo'r bo'lardi. Chunki men o'zimga ochilmabdi. Ya'ni anaqasi bor. Xullas sizga misol anaqasan mesela положениеda sarmoya kiritish mumkin emas deb turibdi vaqtincha. Shundan kelib chiqib, ya'ni altcoinlarga alohida kimdir kirib o'tirishi shart emas. Binance birjasi universal platforma bo'lib qoldi. Aksiyalarga sarmoya kiriting yoki o'zini vaqti kelganda kapital oshib qolganda o'shanda altcoinlarga sarmoya kiritsangiz bo'ladi. Ana shunday kayfiyatga olib kelib qo'ydi.
balki kelajakda yana qanaqadir bondlar, hattoki ETF'lar ham listing qilindi. Ya'ni har xil suvga, neftga, gazga har xil ETF'lar ham kiritildi. O'zingizlarda fikringlar qanaqa? Izoh qismiga yozinglarchi. Sizlar nima fikrdasizlar? Mana shu yangiliklarni eshitib, nima haqida o'yladinglar? Izoh qismiga yozinglar. Ha, efir yozib olinadi. Keyinroq YouTube kanaliga joylab qo'yaman. Yozasizlar. Ya'ni ba'zi kriptovalyutalar ulg'aygan kriptovalyutalar suvga kelsak, suvga noaniq bor. Hammasi bu yerda mana bu narga o'sadigan bir atrof qanday bo'ladi? Hozircha his qilish erta. Shu orqadan va men kutgan zona kelgan platformalar o'zlarini moliya demak hozir bor uchun ochilgan bitta mahsulotlar yaxshi daromad berdi. Layer 1 blockchainlar yaxshi foyda berdi va eslanadi. Yana boshqalar bor edi. Bor shekilli. Va haqiqatan yaxshi o'sib berdi. Qatorda bu, ya'ni juda qattiq yo'lma
uzoq muddatda o'zim olganman. $4, ya'ni 3.38 va $1 boshqa tokenlarga ham yuqishini o'ylab turgandim. Ya'ni o'sha yardan keyin narsalar misol Grayscale portfelida bo'lgan AVAXlar bor, AVAXda mana shunday narsani boshqa KMP degan ko'proq trend. Bu haqiqatan ma'lum bir albatta bozor bu yo'nalish layer 1 blockchainlar bozoriga deb biladi. Endi albatta yozayotgan bo'lsa, hozir sotib olishda tavsiya misol o'rtacha sotgan narxi qo'ygan $2,5 atrofida boshlandi desam, hozir $3 o'sgandan keyin so'raydigan bo'lsalar, to'g'risi unchalik mantiqqa to'g'ri kelmasa kerak. Xo'p, izohlar qismida Akbar aka BTC 60 dan pastga tushadi deb yozibdi. 60 dan pastga tushishi u hech qanaqani bermaydi. 60 dan pastga tushishi 59-58 ga mana likvid yetish bahonasida tushishi mumkin. Lekin haddan tashqari, misol $40,000 dan kimdir kutayotgan bor, $30,000 u yerga tushishi Bitcoinda statusini sindirib qo'yadi. Raqamli oltin deganlaridek, yana qanaqadir bir inflyatsiyadan himoya qiladigan aktiv deganlaridek sindirib qo'yadi, chunki yuqori riskli bo'lib qoladi. Bir savolim bor edi. Futuresda katta ob'yom longga kirsa, Bitcoin ko'tarilishiga ta'sir qiladimi yoki yo'q? Qisqa muddatda ta'sir qiladi, chunki futures bilan spot bozorini orasida arbitraj bo'ladi. U arbitrajdan foydalanish uchun market makerlar spotda ham ma'lum bir darajada nima qilishadi? Delta trading qilishadi. Ana shunda Bitcoin narxi o'sadi. Ya'ni bu 1% gacha bormagan harakat. Lekin uzoq muddatda yoki o'rta muddatda ham hattoki bu katta o'sishiga sabab bo'lmaydi. Teskarisi o'sha futures savdolari ochilganidan keyin ularni likvidatsiya qilish uchun Bitcoin narxi tushishi mumkin. Bu market making haqidagi anaqa so'rasangiz, market making faoliyati, arbitrajdan qanday foyda olishi va ya'ni bu Bitcoin narxi futures orqasidan quvlab yuradi degan emas, bu market makerlarga bog'liq bo'lgan faoliyat. Hamma qilgan efirlaringizni zapis qilib bitta kanalga tashlab boringlar debsiz. Hamma efirda qilmayman, chunki misol ba'zida Bitcoin narxi bitta narxda turganida 2 marta, 3 marta efir qilishimiz mumkin. Va bittasida aytilgan fikr 2-3 marotaba takrorlangan bo'lsa, men yuklamayman. Men uni hech qayerga joylamayman. Chunki unchalik katta naqasi yo'q. Agar haqiqatan kattaroq bir analiz qilib, kattaroq bir yangiliklar bilan chiqsam, uni YouTube'ga joylab bormoqdaman. Ha, bemalol YouTube'ga joylanadi inshaalloh. Yaqin orada aksiyalarda ham o'sha trading qilsak ham bo'ladi. Bu bir tomondan shu tradingga imkoniyat kengaydi degani.
Chunki aksiyalarda likvidlik anchagina yaxshi. Misol oldin ko'pchilikda muammo bor edi. Interaktiv brokermi yoki boshqa bitta brokerga pul tashlashda Swift'dan foydalanish kerak, komissiyasini to'lash kerak, pul chiqarishda kutish kerak. Qaysidir kunlarga bog'lanib qolmaslik kerak. Misol bayram kunlari bo'ladi-yu, ba'zida bir haftalab. O'shanda chiqarishda kechikib ketadi deyishgan edi. Binance'da ko'rayotganinglarda muammo yo'q. Bu tomondan ya'ni bu tomondan Binance'da определённо bir anaqa преимуществоsi bor. Tashqaridan foydalanuvchi jalb qilishida. Yana bitta narsani aytib o'tay. Misol hozir ba'zi kriptovalyutalar, men o'zim ham olganlarida o'sha KMP deyapman. Misol sun'iy intellektga bog'langan va personallashtirilgan. Ya'ni xususiy foydalanuvchilar uchun foyda keltiradigan sun'iy intellektlar yoki maxfiylikka asoslangan sun'iy intellektlar bor. Ularda tokenlari 90% tushib ketgan bo'lishi mumkin. 80 mi, 90% mi, yo undan ham ko'proqmi? Agar skam bo'lib, kiberhujum qilinmagan bo'lsa, kapitali o'g'irlanmagan bo'lsa, faoliyati davom etayotgan bo'lsa, 90% tushib ketgani bu o'ldi degani emas. Chunki o'sha men olgan vaqtimda bozor kapitallashuvi $50 million atrofida. Hozir $5 million atrofida. Ya'ni bu o'sishga naborot tezroq bo'ladi, osonroq bo'ladi o'sishi. Shuning uchun hozircha sun'iy intellekt hype ketyaptimi? Ana shunday tokenlarda sotib olmagan yaxshi. Misol aytishingiz mumkin, aksiyalar o'syapti, sun'iy intellektga bog'langan tokenlar, kriptovalyutalar o'smasligi mumkin deyishingiz mumkin. Bu ham qisman to'g'ri, lekin baribir ikkalasi bir-biriga ehtiyojga tushadigan payti bor. Misol sun'iy intellekt agentlari siz dollar va kartangizdan foydalanisha olmaydi, lekin kripto kartadan foydalanisha oladi. Ya'ni ba'zi bir plyuslari bor. Bir-biri bilan bog'liq qilib ishlatsangiz, ancha avtonomli ishlata olasiz, mustaqil ravishda. Aksiya trading qanday qilinadi? Oddiy Binance'da misol signallar orqali qanday savdo qilgan bo'lsangiz, shu aksiyalarni ham xuddi shunday olib narxlasiz, olasiz, sotasiz, limit order yoki bozor narxida olishingiz mumkin, sotishingiz mumkin, stop limit qo'yishingiz ham mumkin. Bor yo'g'i u bozorlar 8 soatga cheklangan. Ya'ni 8 soatdan keyin yopiladi. Bizni O'zbekiston vaqtiga bu asosan kechki vaqtga to'g'ri keladi. Fundamental analizda nimalarga e'tibor berasiz? Tex analizdachi, market maker deb yozilganiga men sanaqa ICT setrdan foydalanasiz deb o'ylagandim boshida. Ya'ni smart money konsepsiyasi o'zi ishlataman. ICT ga ham to'g'ri keladi, chunki shamlarga qattiq ahamiyat beraman. Tex analiz ham hozir hamma o'zlashtirishi mumkin bo'lgan eng oson analiz turi. Fundamental analizga kelsak, fundamental analizda biz on-chain anaqa analizini o'tkazamiz. Ya'ni on-chain holatini ko'ramiz. Misol, Ethereum tarmog'i aytaylik, qaysidir yangilikni kiritmoqchi. Yangilik kiritgandan keyin qancha daromad ko'radi, daromadga ta'sir qiladimi, qanday xavflari bor. Misol, hozir kripto tokenlarning soni ko'p-ku, agar MEX bilan Binance, Bitget birjalaridagi tokenlarda hammasini qo'shsangiz, 1000 dan ortiq kripto tokenlarni ko'rasiz. Misol, bittatasini olmoqchisiz. Smart money bo'yicha, ICT bo'yicha, texnologiya bo'yicha o'sish potensialini ko'ryapsiz. Oldingiz, lekin tushib ketdi, skam bo'lib ketdi, delisting bo'ldi. Shuni oldini olish uchun fundamental analiz ishlatiladi. Fundamental analizda tikerdan tashqari o'zini texnik hujjati, tokenomikasi qaraladi. Hozir buni CoinMarketCap'dan ham ko'rsangiz ham bo'ladi. CoinMarketCap, CryptoRank, Artemis token terminal deganlari bor.
Savolinglar bo'lsa, bemalol yozishinglar mumkin. Shu yerda javob berishga harakat qilaman. Efir yozuvini joylayman. O'shanda ko'rib olaverasiz bemalol. Sizga ham futures bo'yicha savolingizga javob berdim. Xolmurodov aka yozibdi. Oldingi efirlaringiz YouTube kanalida bormi yoki yaqinda boshladingizmi? YouTube kanalida efirlardan tashqari o'zim foydali deb topgan videolar chiqadi. Farqlab olish uchun efirlar asosan 30 minutdan 40 minut, 1 soatgacha boradi. Ya'ni o'sha vaqt oralig'idagi videoni bossangiz, efir bo'lib chiqadi va ko'rib foydalanishingiz mumkin. Hozir YouTube'da o'ziga link tashlab qo'yaman. Siz yangi qo'shilganga o'xshaysiz. Kripto bo'yicha tushunchalaringiz bo'lmasa yoki kam bo'lsa, ko'proq narsa o'rganmoqchi bo'lsangiz, YouTube'dagi videolarni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Kripto bo'yicha ancha ko'p video chiqarib qo'ydim, kontent yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Chunki oxirgi 5 ta 6 ta videoni olsangiz, Tether asoschisini, bugungi bozor kayfiyatini, Binance asoschisini, Bybit asoschisini, Coinbase'ni va Ethereum'da ham asoschilarini niqasini, podkastini deymizmi, intervyusinimi tarjima qilib, ovozlab kanalga qo'yilgan. O'zbek tilida eshitib chiqishingiz mumkin. O'zingizlarning izohinglarni yozinglar, ya'ni qanchalik yaxshi, sifatli tarjima qilingan yoki juda ham qo'polroqmi, oddiyroqmi yozib yuborsalar yaxshi bo'lardi. Coinlarni qanday tahlil qilishni ham YouTube'da TradingView orqali ko'rsatganman. Mana va eng ko'p ko'rilgan videolarda 5-chisi ekan. 6-chisi TradingViewdan kunlik savdoga altcoin izlaymiz deb titrga bossangiz, o'sha videoda tushuntirganman. Ya'ni qisqa muddatli trading uchun qanday altcoin saralanadi. Bir oycha oldin S tokenini analiz qilgan edik. Faqat men o'zim olmagan edim. Shu anaqasi yaxshi ekan harakati. Qachon qilingan ekan? 16-aprelda, bir oydan oshib ketibdi. O'shandan beri mana 0.5 dan tavsiya qilinganidan beri 40
foiz atrofiga o'sgan ekan. Lekin mana shunday maydalanib bir shu 1,5largacha o'sib qo'yishi mumkin. 14 sent, 16 sentlarga. Chunki grafikida ancha baquvvat turibdi. Bozor tushishiga qaramasdan shu tokenda yaxshi harakat ko'rinyapti. Agar yana biroz korreksiya qilib bersa, mana bu narxlarga yoki mana bu narxlarga risk qilib ko'rsalar bo'ladi. Albatta riskda cheklangan holatda. Nerda men $3 va $4 sotib chiqib ketaman deyapman. Men o'zim mana shu narxlarni ko'zlab turibman. Ya'ni bu yaqin oylarda potensialini shuncha ko'ryapman. Hozircha bizda katta bozor o'sishi yo'q, shuning uchun oldinroq aytilganlari, misol $7 dan analiz qilgan edim. Nerda $7 ga chiqishini, lekin hozir bozor o'smayotganligi uchun foydani tezroq yetish prioritetda. Xolmurodov deganki, siz tradingni ancha yangi ekansiz shekilli, chunki setaplarni backtest qilish uchun eng yaxshisi Bitcoin bilan Ethereum. Chunki analizingizni Smart Money deb aytdingiz shekilli. Har qanday analizni Bitcoin, Ethereumda test qilsangiz, backtest qilsangiz, ko'proq natijaga erishasiz boshqa coinlardan ko'ra. Boshqa coinlarga o'tishingiz mumkin, qachon trading bo'yicha определенный tajribaga ega bo'lganingizdan keyin. Chunki boshqa tokenlarda sразу o'tib ketish hozir tavsiya qilinmaydi. Savolinglar qolmagan bo'lsa, bugungi efirni tezroq tugatamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar. Umid qilaman, efirdan qandaydir bo'lsa ham foydani oldinglar. Keyingi efirlarda ko'rishguncha, assalomu alaykum.